Assalomu alaykum hammaga, obunachilarimiz. Xudo xolasa, Nesilkuyning Nambayko'l obunachilari, xudo xolasa sizlarga foydali gaplarni, foydali kontentlarni aytib o'tmoqmiz. Skuter to'qlimatni bo'yicha bizlarga Allohimizga kelaverasizlar. Ukamning mattisini 6 dona akkumulyator qo'yib berdik bugun. Hepki akkumulyatorni ko'rsat. 6 dona sifatli bo'lgan 2026-yil zo'r akkumulyatordan qo'yib berdik. Ukamning taassurotlari bo'lsa ko'rsatib ukam o'zi aytib bersa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum hammaga, подписчиклар. Bu akkumulyatorni qo'ygandan keyin uchib ketdi qo'matini. Bu bahasidan Arzon aytdim ku. Salma qazib ketdimi amatdan? Salma qazib beradi. Dim kuchlisindan qo'yib berdim ukama. Sizlar ham kelsangizda ukamning mattisini qo'ygan akkumulyatordan qo'yib beraman, cho'tkisidan. Xudo xolasa, yerda manzil desangizlar, Gurlanda Ko'na bozorda, paxta zavodining darvozasida ikkinchi do'kon. Ko'na akkumulyatorlar bo'lsa ham olib qolamiz. Xudo xolasa, baliqning zo'ri Nambayko'lda, zapchastning zo'ri bizlarda. Hammasi taklif etamiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Videoni ulab qo'yamiz. Qiziqqan, ko'rajak bo'lganlar baliq bo'yicha ko'rsangizlar, o'tasizlar profilni, zapchast bo'lsa, bizning profilga o'tib, videoga bir like bosib, kommentariyaga olovni jo'natib ketaverasiz. Sog' bo'lasizlar, hammasi kutib qolamiz, turganimizda.